Abitdan keyin mashinamda ketvotudim klizmadan chiqib, bitta qiz To'xtang. juda shoshib qo'lini ko'tarib, qo'lida bir pachka bumaga, chiroyli kiyingan qiz edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi: Iltimos tezroq haydang. Politsiyaga kech qolganman. Yetib borishim kerak. Soat 15:13gacha. Отравление bo'lib qolgan. Yaxshi ko'rgan yigitdim meni. Ulgurmasam, dab-dala qiladi hamma joyni. Unda singiljonim tezroq aytda qolay manzilni. O'zim ham отравлениyaman, zo'rg'a haydayman mashinani. Ulgurish uchun bo'lsam men o'shanga qarab gazni. Xo'p, tezroq haydang. Manzil Sharq bozorchasi. Oynadan qizga qaraganimda ko'zidan yosh shoqar edi. O'zimni qornim og'riyotgani esimga ham tushar edi. G'alati bo'lib ketdim eshitib, yigitini qorni og'riyotganini hech ham esimdan chiqara olmadim. Taqdirimiz o'xshashligini esimdan chiqmaydi. Ko'z oldimda yig'lagani, yigiti uchun bu qizcha bumaga olib borgani. Nimagadir o'sha vaqtda boydoqligim qiynaydi. Meni ham qizcham bo'lganda bu